Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Endi esa e'tiborlaringizga O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orif xotirasiga bag'ishlanib yozilgan she'rni havola etaman. Bismillah deb qo'lga qalam tutdi u. Bolalikdan qaynoq she'rlar bitdi u. El ulusni lola hayron etdi u. Topgan toji taxti bo'ldi she'riyat. Hassos shoir baxti bo'ldi she'riyat. Misli daryo dengiz bo'lib toshdi u. To'siqlarni yanchib yo'lin ochdi u. Sinovlarni yengib dovonni ochdi u. Topgan toji taxti bo'ldi she'riyat. Hassos shoir baxti bo'ldi she'riyat. Har she'rida haqiqatni izladi, hayiqmadi doim haqni so'zladi, millatining kelajagini ko'zladi. Topgan toji taxti bo'ldi she'riyat. Hassos shoir baxti bo'ldi she'riyat. Tiz cho'kmadi nokaslarning poyiga, alishmadi orin kabob moyiga. She'rlar bitib o'ltirg'izdi joyiga. Topgan toji taxti bo'ldi she'riyat. Hassos shoir baxti bo'ldi she'riyat. Gullati u she'riyatning bo'stonin, bitdi qancha she'ru g'azal dostonin. Sevdi suydi ona O'zbekistonin. Topgan toji taxti bo'ldi she'riyat. Hassos shoir baxti bo'ldi she'riyat. She'rlari uni mayoqdir har yosh kabil, Nur Muhammad bitgan o'yib tosh kabil. Tug'ilmaydi Abdulla Orif boshqa bil. Topgan toji taxti bo'ldi she'riyat. Hassos shoir baxti bo'ldi she'riyat. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.